Yuhanno 2-bob. 2 kundan keyin Jaliladagi Kana qishlog'ida nikoh to'yi bo'ldi. Isoning onasi o'sha yerda edi. Iso bilan shogirdlari ham to'yga taklif qilingan edilar. Sharob tugay deb qolganda onasi Isoga Ularda sharob qolmabdi, dedi. Buning menga nima daxli bor? Mening vaqt soatim hali kelgani yo'q, dedi Iso. Shunda onasi xizmatkorlarga u sizlarga nima desa, shuni qilinglar, dedi. O'sha yerda yahudiylarning poklanish marosimlarida ishlatiladigan 6 ta tosh xum bor edi. Har bir xum ichiga 10-12 chelak suv sig'ardi. Iso xizmatkorlarga xumlarni suvga to'ldiringlar, dedi. Ular xumlarni limmo-lim qilib suvga to'ldirishdi. Iso ularga endi xumdagi suvdan ozgina olib, to'y boshiga olib boringlar, dedi. Ular olib borishdi. To'yboshi sharobga aylangan suvni tatib ko'rdi. Bu sharobning qayerdan kelganligini u bilmas edi. Faqat olib kelgan xizmatkorlar bilishar edi. To'yboshi kuyovni chaqirtirib, unga dedi. Dasturxonga avval yaxshi sharob tortiladi. Mehmonlar ichib to'yganlaridan keyin yomonrog'i tortiladi. Sen esa yaxshi sharobni shu paytgacha saqlab kelibsan. Bu Isoning qilgan birinchi mo'jizasi edi. Iso bu mo'jizali alomatni Jaliladagi Kana qishlog'ida namoyish etib, o'zining ulug'vorligini zohir qildi. Shogirdlari unga ishondilar. Shundan keyin Iso, onasi, ukalari va shogirdlari Kafarnaxum shahriga bordilar va u yerda bir necha kun turdilar. Yahudiylarning Fisq bayrami yaqinlashib qolgani uchun Iso Quddus shahriga bordi. Ma'bad hovlisiga kirganda u yerda mol, qo'y, kaptar sotayotganlarni va xontaxtalar yonida o'tirgan sarroflarni ko'rdi. Iso arqondan qamchi yasadi-da, ma'baddan hammani mol, qo'ylar bilan birga quvib chiqardi. Sarroflarning xontaxtalarini ag'darib, pullarni sochib yubordi. Kaptar sotuvchilarga bularni yo'qotinglar bu yerdan. Otamning uyini bozor qilmanglar, dedi. Shunda uning shogirdlari muqaddas bitiklardagi Sening uyingga bo'lgan sevgim ichimni yondirar degan so'zlarni esladilar. Bunday qilishga nima haqqing bor? Bordi-yu haqqing bo'lsa, bironta alomat ko'rsatib, buni isbotla, deb talab qila boshladi yahudiylar. Iso shunday javob berdi. Mana bu ma'badni buzinglar. Men 3 kun ichida uni tiklayman. Bunga javoban yahudiylar dedilar. Bu ma'bad 46 yildan beri qurilyapti. Sen esa uni 3 kunda tiklamoqchimisan, a? Holbuki Iso ma'bad deb o'zining badanini nazarda tutgan edi. Iso o'lib tirilgandan keyin shogirdlari uning bu gapini esladilar. Shunda muqaddas bitiklarga va Isoning so'zlariga ishondilar. Iso Quddusda Fisq bayramida bo'lganda, ko'p odamlar uning qilayotgan mo'jizali alomatlarini ko'rib, unga iymon keltirdilar. Ammo Iso odamlarning qanaqaligini bilgani uchun o'zini ularga ishonmas edi. Inson haqida unga biron gap aytishning hojati yo'q edi. Chunki inson dilida nima borligini u bilar edi.